Do'stlar, biz Germaniyada emasmiz, Rossiyada ham, Yevropada ham emasmiz. Mana bularni qarang. Yevropa atmosferasini beradi. Sizlar bularni faqat Instagramda ko'rardinglar. Endi O'zbekiston sharoitida ham bor bular. Bularni qarang mana. Mana, ha, Jon Iso bugunlar yuribdi. Xuddi shuni endi yaqinlashtirilgan kadrni olamiz. Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil videoni 4-fevral kuni olyapmiz. Mana manzara. Mana manzara qarang. Bu qachalama? Assalomu alaykum. Keling. Do'stimni bermaslik. Bir pas sukut qiling. Molni tinchlanganini oling. Ana, qarang, qarang. Ana. Ha, o'zim ham jim turay. Ana forma, oka, xudo xolasa. O'zi gapiradi bu yog'iga. Yoshini pulini aytib olsangiz bo'ldi ekan. Puli 11 kunlikdan 55 kunlikgacha. Kuni? Ha. 11 kunlikdan 55 kunlikgacha. Kininglar hali tushmagani bor. Faqat bugun sifatga ishlangan. Xudo xolasa. Kech bo'lsa ham siz ham keldingiz. Sizga ham avvalosi rahmat aka. Qorasi qora. Ha. Stafor. 14 bosh. Aha. Vatan himoyachilar bu yog'i. Yashang. Lekin biza hammasi buqochasidan aka. Mana. Eng kichkinamiz qaysi biri eng kichkina? Hammasi bir xil ekan. Menda bu yerda eng kichkinasi aka o'zi. Ana. Hozir birma-bir to'xtalamiz aka bularni oy kuniga. Ha qarang. Kadrni qarang, buchilay yotibdi biz ochalar. Hammasini tan joni sog'. Yemasa, ichmasa bu dargohga ham kelmaydi. Bu kanaldan ham chiqmasa kerak menimcha. Chiqmaydi. Yosharayotgan o'zi yo'q aka. Maqsad mol sotish, insof sari baraka. Kallani qarang. Bularni aka, hammasi iskustuniy urug' qo'yilgan, o'shandan tug'ilgan. Seleksiya? Ha. Xo'p. Hammasini shoxlarigacha ham kuydirib qo'yilgan. Adan ketardi-yu, nomini berdi. Amerikanskiy artani urug' qo'yiladi aka. Ha, o'shalardan tug'ilgan. Endi mollar bori shu. Suti bor odamga, sigiri tuqqan odamga bittadan, ikkitadan, uchtadan qo'shib qo'ysa, xudo xolasa daromad. Amaki bitta savol beraylik, qarang, hali narxi hammasi mayli. Men tayyor. Kimdir uyida sigiri bor, 13-15 ta sut beryapti. Bitta o'zini bolasidan tashqari beryapti. Nechta biz tavsiya beramiz? Ikkitasini qo'shib qo'ysa maza qilishadi. Agar voy aka, bizda yana bitta xizmat bor. Olib borib shu yaqin atrofda o'zi qo'shib emizdirib ham beramiz. Yo'l yo'rig'ini ko'rsatib. Voy aka, 24 soatga 8 kun desam noto'g'ri bo'ladi, 7 kun. Bitta sigir shu 15 ta sut berayotgan sigir 4 ta buzoq boqolmaydimi? Sal qiynalib qoladi. Ha, buzoqlar sigirlar katta bo'ladi. Buzoq sutga to'yib yursa. Ha, undan ko'ra o'ziniki bilan bitta ikkita mamindan qo'shib qo'ysangiz, sana to'g'ri deyapman men ham. 3 tani sotib kelgan boshlang'ich do'mmi to'lovgami, mashinagami, xudo xolasa, yaxshi niyatda aka. Bittasini sotib, do'stlar, umraga ketinglar, ikkinchisini sotib yana birorta joyga qo'yib qo'ying. Aka, shunaqa kadrlar bo'lgan, u yoqdan telefonlar bo'lgan. Rahmat, sendan mol oldim. Ha. Uyog'ingiz qatu? Yes, qatta etdingiz umraga dedingizmi? Men ham shuni aytyapman aka. Umrada. Like bosib qo'yaveradilar. Ana. Desh pul bu nima bu foyda qiladi deyishmagan. Ya barakasini so'rab olishsin bu tamom. Eng zo'ri shu. Qani turinglar, muxlislar uchun. Qani, nega bo'shashyapsizlar yigitlar? Bo'shashmanglar, vobshe sizlar, voy. Yosharayotganinglar yo'q. Turinglar. Jonivorlar. Meni ko'zim bilan qaranglar sizlarga. Jonivor. Bunisini ko'ring. Aka, hammasi zo'r. 10 kunlikdan bu yoq 50 kunlikgacha. Bular narxlariga keladigan bo'lsa, 10 million so'mdan 13 million so'mgacha molimiz bor. Bir donaga ham sotamiz, optim bir joyda ham sotamiz. Bo'ldi. Xo'p, bir joydagi narxi 11 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi beraman. Hammasini. Katta kichkina. Aka, farqi yo'q. Yashang. 14 bosh. Mana bu ham ketadi. Ha, birontasi o'zgarib qolib, almashib qolib, ishchim xato qilib qo'yibdi. Ana unaqa narsa yo'q. Shu quloq raqamlari bilan yetib boradi. Mana uni baquvvatligi. Zaklat tushsa mol yetib boradi aka. Joningda yaltirashini qarang buzoqchalarni. Aka, xudo xolasa-chi bu yaltiragan pullarni olib keladi. Xudo xolasa, avvalosi. Ha, qars, belisim. Ha. Qurbonliklarda sotishadi, xudo xolasa. Do'stlar, bular galishda emas, yalishtirmanglar. Yana bir marta vazifamiz etib ketish. Ola qora bo'lsa, to'qol bo'lsa, galishda ham bo'vermaydi. Mana aka, formalariga e'tibor bering. Mana qarang. Mana shu bir boshidan boshlab nariga qarab yurg'izib 85. Buni bitta aybi mana shu yungi to'kilgan aka. Lekin muammo emas-a? Voy aka, forma gapirib turibdi-ku. Mana orqani qarang. Iliklarni ham oling buni. Mana qarang. Bitta qizil teri bo'lsa 17, 18 deydimi, nima deydi? 4 ta odam talashib qolib kelgan uni. Agar ayo tomonlarda bo'lsa 20 tog' u yoqida. Ha, aka. Mana qarang, kuchli uchlik, mana qarang. Mana qarang. Ona boshqa, ha qarang, ha qarang. Voy, 3 tasini oling. Aka, buni aka onam 3 ta oladi. Zama, tantiligi tutyapti gap. Ya, xudo xolasa, ha qarang. Ishtahani ochib. 3 tami 11 milliondan 33 million so'm. Dastlabki? Voy, meni hisobimda, qiziqchimisiz? Qatga kelganingizni yana unutib qo'ydingizmi deydi? Yo'q, do'stim bermasdimi? Amaki bermasdi. Yurg'izing bularni.
To'xtang aka, mana bu yoqqa o'tib kiring do'stim siz ham. Mana bundan ajratib yuboringlar. Bir kishiga jabr bu. Necha ekan mana shu qulor raqami? 75 mi? Voy, siz shu yoqdimi deyman. 75. Sigiringiz tuqsin beraman. Sigiringiz tuqsin bitta mana shunaqadan beraman. Yozib qo'ying yon daftaringizga. 75 legenda qattasizlar, yozinglar kommentariyada. Surxondaryolik akalarim. Mana 11 million so'm yakka. Qaysi yutqizdi, lekin siz buni olib zo'r yutasiz, xudo xolasa. 11 million so'm, aka. Ketdi keyin. Men turib olinglar, men bitta o'tkazaveraman. Bugun xudo xolasa mol sotaman deb niyat qilganman. Mana buni oling. 89 ekan. Ha, qarang. Aka, 89-yil akalarim kelsa, mana shu 11 million so'm. Yo'qmasam 12 million so'm. Yashang amak. Mana bitta o'tkazaveramiz. Mana 79i. 10,5 million so'm. Bu eng kichkinasi aka. Birinchi qorin xunajini tuqqan, shuning uchun sal maydaroq. Lekin baqvatligini bayon qilardi. Kindilarigacha ham tushmagan aka. Molli bori shu. Charchoqda-da. Zo'r. Keyingisi. 81 mana ketdi. Vo, mani maytapimning nomeri ekan bu supirish. Mana. Mana qarang. Mana 81. 81 muchal. 11,5 million so'm aka. Mana qarang. Kattasidan chiqar, kattasidan. Mana kattasi 13 million so'm. Qarang. 61 mana. 61 aka. Iliklarini ham oling aka. Ko'rsatib bering jonim aka. Men ham har birini videosini tashlab beraman. Erinish yo'q. Xohlang bunisini ko'ring. 13 million so'm uni narxi aka. Ularni ko'ring. Hammasi xudo xolasa baraka topadigan. Turing endi, mister. Voy jon, mana buni oling aka, mana buni oling. Bilib mani gapirgandim. Mana 13 million so'm bu ham. Ha qarang. 63 mi? O'zi kameraga bunday yaqinlash formalarni o'ynatib ketyapti, kulturistga o'xshab. Ha qarang. Soch yonga taraganday qilib. Voy. Mana jonivor. Aka, bunday narsa, buni g'unajinida rasa so'rashadi mendan, g'unajinida. Ola qorani. 5 ta bor. U g'unajingiz ham seleksiya? Voy, jonim akam, buni ko'ring, uni ko'ring. Bo'ldi. Shunaqa tant klientlar bor, shuni g'unajindan bo'ldi chiqarib, mana kartangi. Hammasini o'tkazib yuboraymi deyshadi odam xijolat qilib. Yo'q. Xo'p, 85 ekan. 85. Mana jonivor. 85 qatiydi? Qatiydi 85. Navoiyliklar mana. Mana. Men Navoiylik obulashlarim bor. Buni qarang. Mana jonivor, qarang. Gap yo'q. Formalari zo'r. Aka, mana shu mol 10,5 million so'm. Buni bitta aybi mana shunga to'kilganligi. Lekin muammo emas-a? Yo'q, chiqib ketadi. Mana, aka. Nuqson hisob emas-da. Ichpichi o'tmagan. Glavniysi. Mana shuni ko'rsating bo'ldi. Sonli iliklarni baqvatligini qarang. Voy, aka, meni biligimdan ham baquvvat. Buni qarang. Hali bu buqa bo'lsa inqillab turgan paytlarini o'ylayapsizmi? Voy. Mana 73. Zanjirlarni taqib 73. Mana. Cho'mchiga ham ovqat so'yapti bu. Mana qarang. Shuncha baqvat ekan-da bu. Aka, 8 millionga ham buzoq bor, 7 millionga ham buzoq bor. Mol bilan molli farqi bor. 10 millionga ham sigirni o'zimiz master kanalida chiqardim. Do'stlar, u sigir вообще xullas boshqa narsalar. WhatsApp bilan Malibuga o'xshagan narsa. Mana aka, 13 millionligi. Mana. Voy. Qarang, gumbur qildirib yuboradi xudo xolasi bilan. Mana jonivor. Aka, aytilayotgan pul muhim emas. Olgan olib qoldi xullas. Hammamizni qonimizga singib ketgan. Bitta do'konga kirganda bohonkani savdolashmaymiz. Qolgan hamma narsani savdolashamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi. To'g'ri amaki. Mana. Amaki, boshqa gap qoldirmayaptilar. 93. Voy, mana jupaga ketadimi? 97. Xo'p, 97, 10 million so'm. Ani men bilan bor 10 million so'm. 10 million. 96 mi dedingiz, 7 mi? Ya, men yilimni so'ramayman. Bo'ldi. Mana aka. Eng kichkinasi ekan-a? Ha, 10 million so'm. Bu qachamiz? Mana shuni jupam qilib beraveraman men. Bugun mol sotkim kelib ketyapti chunki. 10 milliondan ikkita qilib beraverasiz? Ha, nima deganingiz? Bo'ldi amaki. Kimdir vodiydan Samarqanddan olsa, dastavkasi ichida bo'lib ketaveradi. 93. 93lar. 12 million, 12 million. 12 million so'm. 93da nechtamiz yozib ketinglar. Qani, voy, turuvingdan sal. Mana qarang aka. Kimnilar tushmabdi hali? Molli forma bichimda, hamma gap bichimda. 71. 11,5 million so'm. Oyoqqa yur. Bu yoqda nima bor? O'zing tutib ketib qolsa, hech mana senga mayli. Tumshuvlarni oling. Mana jonivor. Qarang. Orqani qarang. Mana. Xudo xolasa vistib kela bo'ladi bizda ham. Xudo xolasa, boshlangan o'zi. Qarang. Mana jonivor. Qora skopidan deyshadi-ku, ham qarang. Kallalari ham kichkina kalta. Ha, zo'r. Endi turg'izayman ikkita boyutchani. Bo'pti, mayli aka. 87-65. Jupa 25 million so'm ikkalasi. Yotganda narxi aytib 46-65. Ha. Bunisi kattaroq ekan, 13 so'rayapman, kami bor. Aka nech pul berasiz deb siz bilan savdolashmayman. Mana. Bu gidida 50 kunliklar bor-a? 30 kundan o'tgan aka. Mana.
67 bunisi. Bunisi 12 million so'm. Yashang. Bir joyda 25 dedi. O'shalar men tomonga Ha, bitta yurg'izinglar bu yoqqa qarab aka. fonga ushlaymiz. Xudo xolasa aka, ko'rgan odam o'zi bilan Oldingi videoda xonachilar qanaqa egalari ketib bordimi? Hammasini yashang. Anjonga sotdik, Gvardiyskiga sotdik, Price Centerga sotdik. O, Toshkent luli olibdi-da asosan. Ha, aka 12 ta viloyat. Biz odam ajratdik. Mana qarang. Mana quloqni qarang, antenna qilib. Mana kadr aka, mana kallalarini oling. Sifatiga e'tibor bering, rangi, iligi. Mana jonivorlar. Endi men maqtasam ham baribir mol, aka. Qoch. Baribir mol. Men sog'lig'iga, yeb ichishiga garantiya beraman. O'g'ilmasligiga, shu mol yetib borishiga. Endi ani boqsa 1 tonna bo'lib ketadi, 700 kilo bo'lib ketadi. O'zini qo'lida. Ha, o'zini qo'lida, boquvchini qo'lida. Boquvchini peshonasiga mana shuna qancha daromad orttirishli Alloh yozgan bo'lsa o'shani oladi. Shaman bo'lib qolmaydi, ko'payib ketmaydi. Mana. Mendan oladimi, amakim o'g'ildan oladimi, barakasini so'rab olsin tamom. Shunaqa, ko'ngilda shunaqa bo'lishi kerak. Bori shu, xudo xolasa. Shu antik ko'rgan, quloqlar antina qo'yib yurar. Aka, uni qarasangiz bu zo'r, buni qarasangiz bu zo'r. Faqat miyani shoshirib qo'yadi. Miyani sepib chiqib ketadi. Mana buni qarang, yeyishini. 2 mahal sut ichadi. Ha, qanchada? 2 litrda? Ha, 4 litr. 4 litrgacha. Kechkisiga bitta tuxum chaqib olishadi. Ha, aka, endi bunday narsa. Bu qo'shnining suti boshqa, bu sutning qo'shnining suti boshqa. Jirni sutida gap. Bir xil buzoq 3 litrga ham to'ymaydi, yog'siz sut bo'lsa. Yog'li sut 2 litrda ham to'yadi. Endi olishni bilgan odamga boqishni qo'ldan kelgancha o'rgatib tushuncha berib yuboramiz. Doktor mutaxassislarga kontakt qilib qo'yamiz, bemalol maslahat so'rab. Gazni bosurishadi gilaningiz aka. Gazli bemalol bo'lib ketdi, kim urishsin aka. Mana bu kadrni qarang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Favqulodda kimgadir kerak bo'lib qolsa, doim qilib beramiz. 99 kodi bilan 825 409. Musofirdagilarga yana ham yengillatib beramiz. Telegram, WhatsApp bor. Zaklab tushadi, mol yetib boraveradi. 100% ni tashlab yuboring, tog'ingiz kelib olib ketsa, jiyaningizdan iltimos qiling, unaqa narsa yo'q. Aka? Maqsad men ham shundan tirikchilik qilaman. Biznesim ham, tirikchiligim ham, hobbiyim ham shu. Yashang, joningiz sog' bo'lsin. Siz mana shularni topib kelishdan charchamang. Oddiy xalq. Xudo xolasa aka, mana shu bunaqa joylar ham yo'q edi, sekin bo'lyapti. Xudo xolasa onalari ham o'zimizda tug'adi. Inshaalloh. Shunday qopib ko'tarib kelaverishadi. Primoy sigirlarimiz tug'ib beradi. O'sha kunlarga ham yetqizsin. Xudo xolasa. Do'stlar, kadrlardan uzoqlashmaysizlar. Ertaga Xudo xolasa, g'o'nachilarni ham. Aka. Katta g'o'nachilar. Bularni sotinglar. Xudo xolasa, mashina bor-ku aka. O'zimiz sotgan g'o'nachilarga tug'ganda olib ketishyapti, bitta ikkita qilib. Ha, ilohi. Hammasini qilib beramiz. Etapma-etap. Joningiz sog' bo'lsin. Kadrdan uzoqlashishmasin. Sut beradigan butilkalargacha qo'shib beraman. Aptekadan olasiz, hakim akamga aytasiz, chiqarib yuboradilar, unaqa narsa yo'q. Yo'q. Pul Xudo bilan yonma-yon ketadi. Ha, aka, hamma gap shirin muomalada, til zabonda. Yaxshi gapga ilon chiqqan Yangiyo'ldan buzoq chiqmaydimi? Ha, yashang aka, o'xshatish ham va shu o'ldi, qonatib yubordingiz lekin. Siz ham qo'ymaysiz. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Do'stlar, sut buzoq qidirib yurgan tanishlik videoni o'chiramiz. Agar kanalda mehmon bo'lgan bo'lsangiz, shuna podpiska bosib qo'yasiz. Tanlovda adashishmasin, aka. Tanlovda adashmanglar, muhimi shu. Ha, 5 millionga ham buzoq bor. 5 millionlik buzoqni olib, mana rezultatini kutishadigan bo'lsa, buni anaqasini bermaydi, aka, to'g'risi. Erta 6 oydan keyin siz xato yo'lga kirganingiz faqat 6 oy umringiz ketib qoladi. Undan ko'ra bo'ladiganini, manfaatligini ko'rsataman. Jiyanlarga zo'r PUBG mashi bo'ladi. Jiyanlarga eng zo'r PUBG shu. Mana. Zo'r. Agar siz ish ketdingiz, keyin bitta o'zlar uyda zerikayotdilar, olib bering mana. Olib bering. Pulga pul qo'shib yoturadi. Ozgina motivatsiya berib qo'ying, voy, o'zingiz hayron qolasiz. Yana bormi deb amakim yoniga yugurib kelaverasiz. Aka, Xudo xolasa men qilib berib charchamaysiz, siz ko'rsatib. Yashang. Sizlar boqishdan, olishdan, foyda qilishdan, baraka topishdan, do'stlar, eng muhim e'tibor beringlar. Duo qilishdan charchamanglar. Qolgan hammasi bo'ladi. Ana ular keyingi kadrlarda g'o'nachilarimiz bor. Xudo xolasa, aka, zo'rlari bor, zo'rlari. Mana qarang, hali kindiga tushmaganda, lekin og'zini to'ldirib yeyapti. Aka, mashdan bir yotishini ham olib bering bularni. Meni musofirdan ko'radigan akalarim bir ko'rib maza qilishsin, aka, ishdan kelib charchab. Nima deng? Va qarang. Hammamizni molxonamizda bo'lsin shunaqalardan, aka. Eng kamida. Ha. Bu ko'rayotgan mollaringiz, mana bu joylar ikkita buzoqdan boshlangan, aka. Xudo barakasini bersa, hech gap emas. Kimdir undoq deyuradi. Mana shu buzoq sotishni boshlaganimizda 5 yil oldin odamlar sen jinni bo'lib qo'ygansan, esingni yegansandir. Hozir
shu nima bo'lib qoldi yo'q hozircha 10 millionga ham sut buza oladimi deydi, lekin 1 yildan keyin qatta olding deydi deyishadi. Ha, shunaqa aka. Necha pulga oluvding deydi. Haqiqatga tik do'stlar, qaraydigan bozorlarni ko'ringlar. Vodiyda Abrorus Habibullo akam, Toshkentda Chorvoq House Odil akam. Do'stlar, 100 millionga sigirlar sotilmayapti. 150 million simentallar chiqib kelyapti. Ko'ringlar bozorlarni. U qachongacha Shular ham shunaqa buzoq bo'lganmi? Ha. Antaliyadan kelib qolmagan. Yo'q. Bir olib kelib qo'lingizga tutqizib qo'ying. Do'stlar, mana hamma narsa sizlarda qo'lingizda bo'ladi. Qachongacha niyat 100 millionlik qilish ham, shundoq qilib qotirib qo'yish ham olgan odamning qo'lida. Shunaqa. Tug'ilganimizda hech narsamiz yo'q edi. Harakat qildik, erishamiz. Mayli, yoshlarga baxt tilab, bularga kadr to'gatinglar, aka. Gapirsa gap ko'p. Nomerimiz o'sha 99 kodi bilan 825 409. Manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Narxi bir joyda optim 11 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetib boradi. Faqat zaklab tushsa, tanlab olishga 10 milliondan 13 milliongacha. Do'stlar, niyat qildim deganlar, Allohga oson deyishdan charchamayman. Mana shunaqa katta dargoh qilib, buqalarni inqillatib, pishirtirib, yetiltirib, qassob ochishlik nasib qilsa. Film tugadi.